Do'stlar, yangi bozor O'zbekiston 10-uyimizni sotiladi do'stlar. Obzorni qilaman, ko'rsataman. Ko'chamizning ko'rinishi mana Urganch bilan yo'lga chiqiladi. Bu yog'i eski biblioteka deymiz. Mana shu yerda. Kiravergan yerimizda 5-uy bo'ladi bu, o'ng tomondan. Mana shu uyimiz sotiladi do'stlar. Uyga kiramiz, kirgan yerimizda mana katta dalam uzun. Uzunluğu 8 metr. Katta dalanga kiramiz, kirgan yerimizda muvallik kat yo'limiz ko'rinib turibdi mana do'stlar, gaz kelib turibdi. Ana shu dalanimiz do'stlar 13 metrga 4,5 katta imkoniyat xizmat uchun. Mana yerimiz davom dalizga kiramiz, dalizga kirganimizning to'g'risida mana spalni. İkinci xonamiz buna do'stlar. Shkaflar hamma narsa qoladi. Olib olasizlar. Dahlizdan chiqib, sirozda yana bir xonaga kiramiz do'stlar. Bu yerda kirgan yerimizda bir katta maydon. Xonadan yana bir xonaga kiriladi. Buni spalni desak bo'ladi. Mana hamma narsa o'z o'rnida qoladi. Orqa tomonga o'tamiz. Bog' tomonimizda orqa tomoni ochiq ko'chaga qarab qoladi. Orqa tomonga kelishda yana bir dahlizga chiqamiz. Bu dahlizda kuxnyaga kiramiz. Do'stlar, kuxnyaga kirdik. Garnituralar hamma narsa o'rnida qoladi. Kirgan yerimizda mana muvallik. Ana shu kuxnyadan to'g'ri biz sanuzilga kiramiz do'stlar. Mana bu yog'inda yana bir koridorimiz bor. Undan sanuzilga kirsak hamma imkoniyatlarimiz bor. Tualet, vannalar 1,5dan. Bu yerdan qaytib chiqib bog'ga o'tamiz. Bog'ga chiqdi do'stlar. Bog' tomonining ko'rinishi. Jami 600 metr kvadrat. Parranda, mol, boshqa shunday ishlar qilaman desangizlar ham saqlashga imkoniyatlar bor. To'g'ri kelib yashab ketaverasizlar. Hurmatli do'stlar, ana shu uyimizning jami maydoni 600 metr kvadrat, bahosi 730 million deymiz. Kelishuvlar bo'ladi do'stlar. Telefon nomerlarimni ko'rsatib qo'yaman. Silkalarni ko'rsatib qo'yaman. Silkalarga kirsangizlar yana ko'proq uy-joy yerlar haqida ma'lumotlarga ega bo'laverasizlar do'stlar.